Innovatsion rivojlanish agentligida parvoz loyihasi doirasida Asaka Bank bilan birgalikda farmatsevtika sohasidagi startap loyihalar taqdimoti bilan bugun tanishib o'tdik. Bugungi taqdimotda ko'pchilik loyihalar hali g'oya bosqichidagi yoki aynan ishlab chiqarish jarayoniga yetib kelgan loyihalar bilan tanishib, ularni kerakli tarmoq yo'nalishlariga ularni biriktirish yoki ularga mentor biriktirib berish va bir qanchasi bilan aynan investitsiya shartnomalari tuzilishga kelishib olindi. Aynan bugungi tadbirimizdan maqsad farmatsevtika sohasidagi loyihalarni rivojlantirish, aynan o'sha startap loyihalariga grant mablag'lari ajratish yoki investitsiya mablag'larini ajratish bo'yicha bir qancha foydali uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Men ushbu kunda rejalashtirilgan Innovatsion rivojlanish agentligi hamda Asaka Bank hamkorligida o'tkazilgan investorlar bilan uchrashuvda pushti radioli o'simligini qishloq xo'jaligida ko'paytirib, farmatsevtika sanoatiga yo'naltirish startap loyiham bilan chiqdim. Bu yerda menga o'xshash iste'dodli yoshlar juda ko'p ekan, loyihalar ko'rib chiqildi investorlar tomonidan va bizga har bir loyihani alohida o'rganib chiqishlari haqida ta'kidlashdi. Bugungi uchrashuv bizga katta taassurot qoldirdi. Biz bundan rosa xursandmiz. Yana shunday investorlar bilan uchrashuv yanada ko'proq bo'lishini kutamiz biz albatta. Mana bugun Asaka Bank hamda Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan parvoz pitch, ya'ni investorlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Aynan farmatsevtika sohasi bo'yicha, aynan biz ham farmatsevtika sohasidagi startap loyihalarimiz bilan ushbu ochiq muloqotda ishtirok etdik. Aynan ochiq muloqotimiz juda ham bir foydali bilimlarga boy bo'ldi. Olgan bilimlarimiz kelajakda, ya'ni farmatsevtika sohasidagi ilmiy faoliyatimizda dasturlamani bo'lib xizmat qilishiga umid qilamiz. Asaka Bank tomonidan tashkil etilgan Asaka Farm Ventures orqali biz farmatsevtika sohasidagi innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarga amaliy imkoniyatlar yaratish va investitsion muhitni yanada faol rivojlantirishda qat'iyan harakatdamiz. Eng muhimi, har bir loyiha ekspertlar tomonidan ko'rib chiqildi va tashabbuskorlarga amaliy, foydali maslahatlar berildi. Ayrim g'oyalar bo'yicha chuqur o'rganib, hamkorlikda amalga oshirishga kelishildi. Bunday tadbirlar kelgusida muntazam ravishda keng, qamrovli tarzda o'tkaziladi. Bu faqat boshlanishi.